Bugungi videoda YouTuberlar bergan shartlarni bajaraman. Video boshlanmasidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Bizga tezroq 5000 ta bo'lishimiz kerak. Kanonda boshladik negirlar. Prinsessa, sizga Minecraft'dagi challenge'im yangi mir ochasiz. Hech qanaqangi cheatlardan foydalanmaysiz. Kreativga o'tmagan holatda 3 minutda ichida almas topishga harakat qilasiz. Do'stlar, Zaytboyni shartini eshitgan bo'lsanglar, endi Zaytboyni shartini bajarishga harakat ko'ramiz. Mana boshladik. Birinchi bo'lib test tarafini cho'qtirishimiz kerak bo'ladi. Va verstak yasaymiz. Keyin bolta bilan kilka va temir topib tez bitta almas topishimiz kerak. Tez. Xo'sh. Bo'ldi. Endi verstak yasaymiz. Qaniydi? Bo'ldi. Xo'sh, verstak. Chekkan bu bo'ldi. Endi ishimiz oson bo'ladi. Buni tez olamiz. Xo'sh, bu yoqda toshlar bor ekan-da. Tosh olib sirazi keyin toshli kecha yasashimiz kerak. Bo'ldi, ham yasaymiz. Xo'sh. 8 ta yetadi. Verstakni qo'yamiz. Tez. Vaqtimiz kam. Uni qo'yamiz va bo'ldi yasaymiz va nima bo'lib to'planga. Xo'sh, ozgina bu yerdan olib olsak. Tosh kecha yasashga kerak bo'ladi hali. Mana. Bizga kerak narsa. Asincha ekan. Yana bitta kerak menga. Xo'sh, endi nima? Yasaymiz. Voy, 2 daqiqa bo'ldimi? Voy, ulgurmadimmi? Nima deymiz? Ulgurmadik. Короче, do'stlar, 2,5 daqiqa bo'ldi. Zaytboy 3 daqiqa deganda, eplolmadik. Mayli, yana 30 sekund, yo'q, 20 sekund vaqtimiz bor. Almaz emas. Короче, do'stlar, almaz emas, oddiy mana bunaqa temir topib oldik. Zaytboyni sharti bajara olmadik. Afsuski, endi boshqa shartga, ya'ni challenge o'tamiz. Prinsessa, sizga shartim Minecraft survival rejimida bo'lasiz va hech qanaqa cheatlarni ishlatmasdan bitta creeper, bitta jitter va uchinchisi o'zingiz xohlagan mobni qayiqqa o'tkazib berishingiz kerak bo'ladi. Qishloqdan spawn qildim, 303 seri bilan cheat emas bu. Jitter topish qiyin survivalda, shuning uchun qishloqchada spawn qildim o'zimni. Endi creeper va jitterga o'zim xohlagan, ya'ni qo'y yoki sigirni o'tiraman qayiqda. Qanaqa qayiq kesardi? Yo'q, qanaqa qilib endi men nima deydi, creeperni o'tkazaman o'zim nimaga. Ozgina yoniga borsak, o'zi portlab ketsa. Voshchi. Mayli, Zaytboyni shartini bajara olmadik. Nimaga desam, 3 tadanning ichida eng qiyini shu Zaytboyni edi. Ikkalasini Felix bilan Baxni ham shartini bajarishga harakat qilib ko'ramiz. Bo'ldi, hozir birinchi bo'lib o'zim qolgan jitilni mobni o'tiraman va bo'ldi. To'xtaylar, qayiqni qanaqa desardi? Ana do'stlar, qayiqchani ham yasab oldim. Endi bularni bunga aylantiramiz va o'zimiz uchun bitta pichoq, qilich yasab olamiz. Bo'ldi. 3 tasini ham o'tiramiz. Xo'sh, katta mushukcha topsam juda ham oson va zo'r bo'lardi. 33 pan. Mushukcha. Nima? Pish. Bo'l sekin. Yaxshi. Og'zingga. Qanaqa sindiradi buni? Bo'ldi. Xo'sh. Mana do'stlar. O'zim qolgan bitta anaqa o'tirdim. Bo'ldi. Bo'ldi, tushur endi sen ishing yo'q, ketur. Yo'qolib bo'ldi. Bittasi bajarildi, o'zim xohlagan jitterni o'stiraman va creeper eng oxirgi va eng qiyini topish ham qiyin bu bachani bo'ldi. Mana bo'ldi. Men bu bachani ham o'tkazdim. Oson bo'ldi endi eng qiyini. Oh my god, to'g'risi. Buni ham buzib olamiz. Nimaga o'shda yashadim, yana yasadim bilmayman. Nima bitta portal bor ekan. Xo'sh. Endi creeper topib ko'rsataman. Bacha, endi meni ko'ziga qarab qo'ydim. Voy, katta spawn bo'ldim endi. Bo'ldi, endi qishloqchani topaman va creeperni ham yoniga boramiz. Maqamda creeper yuribdi, lekin men narsalarim kattaligini bilmayman, hammamiz dedi. Xo'sh, boramiz. Qanaqa bo'ldi. Endi sekingina creeper oldiga borib, xudo xolasa, Felix Baxni shartini bajaramiz. Bacha portladi. Yuqoriga chiqmoqchi edim, portlab ketdi. Bax ham zo'rdan beribdi shartni. Qanaqa topamiz endi? Xo'sh. Mayli, obunachilar, 5 daqiqa bo'ldi. Rona, Baxni ham shartini bajara olmadim. O'zi hech bir shartni bajara olmayman shekilli deb o'ylayman, chunki hammasi bir-biridan qiyin shartlar. Endi Felixni shartiga o'tamiz.
Короче, hozir to'yda edim. Xo'p, qarang, sizga challenge. Minecraftda versak yasamasdan toshli bolta toping. Topishadi. Haligi boxni shartini bajargan World, ya'ni merdamiz. Haligina ana yerda portal ko'rgandik. Endi shu yerga boramiz. Har doimgidek portal yonida nima deydi, sandiq bo'lishi kerak. Shu yerda bormi yo'qmi ko'ramiz. Qani boshladik. Haligi jonim bilan turibman, shu yarim jonim creeper portlagani bilan boramiz. Bu yoqdan borsak yaqin bo'ladi deb o'ylayman. Mana bu kemalarmi endi kerak emas bular, qayiqlar. Mana aytganimdek, bu yerdamiz. Buni ochamiz. Mana aytdim mana bunda 16 ta. Mana bular. Oltinlar ham bor ekan. Короче, obunachilar 3 ta shartdan, ya'ni 3 ta shartdan bittasini bajardik. Ya'ni Felixnikini Verstakdan foydalanmasdan bolta topish edi. Buni ichida bor ekan, mana bu ham bor ekan. Mana bunaqa ko'ndirib tashlaymizda, nimaga yonmayapti bu? Mayli. Mana bunda 16 ta bor ekan. Iron Mocket degan ismi. Videolardan iborat edi. Videoga like va obuna bo'linglar. Bizga 5 ming bo'lishimiz kerak. Mana shu videoning tagida 100 ta like bo'lsa, men xursand bo'lardim. Xayr.